Trophy Tour Toshkent 2-kun. Ar-Riyoddan sayohatga chiqqan FIFA Jahon Kubogi Toshkentda rasman namoyish etilmoqda. Shu kuni poytaxt markazida kubokning ochiq taqdimoti bo'lib o'tdi. Futbolni rivojlantirish uchun qilinayotgan akademiyalar, milliy futbol markazlarini barpo etilishi va ularni albatta yosh futbol iqtidorlarini bugungi kundagi jahon standartlarida tayyorlab borish turli yoshdagi terma jamoalarimizni xalqaro maydonlarda muvaffaqiyatga erishishga olib kelyapti. Doimiy ravishda O'zbekistonning jahon chempionatlarini doimiy ishtirokchisi bo'lish uchun asosiy mana shu rivojlanish qadamlari tashlanyapti. Futbolchi, murabbiy va hakamlarni biz agar mutaxassis qilib tayyorlaydigan bo'lsak, albatta futbol O'zbekistonda rivojlanib boradi, chunki O'zbekistonda bu uchun barcha sharoitlar bugungi kunda bor. Futbol afsonasi Marko Materazzi nutqida O'zbekiston futboli haqida iliq fikrlar bildirib, milliy terma jamoani jahon chempionatiga yo'llanma bilan tabrikladi. Shuningdek, u FIFA Trophy Tour, Coca-Cola hamda kubokning futbol rivojidagi ahamiyatiga to'xtaldi. Jahon chempionatiga chiqqan barcha mamlakatlarni, xususan O'zbekiston milliy terma jamoasini ham tabriklayman. Futbolchilarga aytadigan gapim, o'zingizga ishoning va bu lahzani orzu kabi yashang. Chunki futbolni boshlashning o'zi ham har bir futbolchi uchun katta orzu. Bugun O'zbekistonni alohida qo'llab-quvvatlayman. Sababi jamoa bosh murabbiyi italiyalik. U mening yaqin do'stim. Biz 2006-yil jahon chempionatida birga g'alaba qozonganmiz. Shubhasiz tashrif buyuruvchilarning barchasi sayohatning asosiy sayohatchisi bo'lgan kubokni ko'rishga kelishadi. Bugun uni nafaqat ko'rish, balki u bilan birgalikda rasmga tushish imkoniyati ham mavjud. Coca-Cola tomonidan o'tkazilgan Yangi yil promo aksiyasi doirasida ishtirokchilar shu kuni futbol bo'yicha jahon chempionatiga sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Trophy Tour doirasida 5 nafar g'olib aniqlandi. Endi ular FIFA 2026 sayyoradagi eng yirik futbol voqeasining bevosita guvohiga aylanadi. Coca-Cola FIFA jahon chempionatining eng uzoq yillik hamkori bo'lib, do'stligimiz 1978-yilda Argentinada boshlangan. Futbol bu ehtiros, umumiy til va odamlarni birlashtiruvchi kuch. Coca-Cola ham aynan shu qadriyatlarni ulashadi. U birlashtiradi va bog'laydi. Kompaniya har bir muxlis kubokni yaqindan ko'rish imkoniga ega bo'lishini istaydi va shu maqsadda uni odamlar orasiga olib chiqmoqda. Coca-Cola ekologik mas'uliyatni ham o'z zimmasiga olgan. O'zbekistonda plastik butilkalar yig'ib qayta ishlanmoqda. Biz bu yerda yashaymiz. Farzandlarimiz shu yerda ta'lim oladi. Shuning uchun O'zbekistonni va O'zbekiston terma jamoasini qo'llab-quvvatlaymiz. Bu kun Diyora Asodova, Sardor Yo'ldoshev, Toshkent.